Navoiy shahrida Uchtetikka joylangan 3 qavatli kottedj bilan tanishamiz. Darvozaxona kirgandan kaminli pech, o'choq hammasi qurilgan. Kottejimizda ichkarisi mana bitta xona bor, bu yerda ham. Hammasi luks. Bu mehmonxonamiz bo'ladi, bu mehmonxonamiz. Dush, tuvalet hammasi joyida. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatini ham ko'ramiz. Mana zinalarimiz. O'zimiz ustanibga qilganmiz bu zinalarni. Navoiy shahridagi 3 etajli Uchtetikka joylangan 3 qavatli kottejlarimiz. Bunaqa kottejlarda hamma ham orzu qilsa kerak. Mana kottejlar hammasi bir xil. Manaki dush, uchinchi qavatga ko'tarilamiz endi. Uchinchi qavatga. Navoiy shahrida Uchtetikka joylashgan 3 qavatli kottejimiz. Mana balkonimiz bu. Bor bu yerda 3-qavatda balkon. Uchinchi qavatimiz. Mana bu yerda banya ham qilingan ekan. Banya, parxona. Hammaga ham nasib qilsin bunaqa hovlilarda, kottejlarda yashash.